Qo'rg'onchi va qo'rg'onchaliklar asosiy drayveri deganda ko'p tarmoqli desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu hududni hozirda Barhayajon Obidov vaqtincha boshqarib kelmoqda. Mahallani asosini chorvadorlar, bog'bonlar, mirishkor tadbirkorlar tashkil etadi. Ana shunday mirishkorlardan biri Hayotjon Isoqov. Hayotjon mo'jazgina issiqxonada bodring va limon yetishtirib, xalqimiz dasturxonini boyitmoqda. Ikkamiz 1 metr ko'latib 50 hektar ekkanmiz. Hosildorlik yaxshi, bir tupi shu 200 kiloga borib qoladi. 200 kilodan ham o'tayotdi bir tupidan hosili. 2 yil oldin o'sha anaman sovuqda urdirib yubordik. Unda biz termiz qilishni bilmasdik ekanda. Endi o'shandan keyin chiqqanlari bu. Bularda yangilari bular. Bu kichkinalari yangilari hosilga kirdi bular ham xudo xolasa. Endi yaxshi bu yil termiz sovuqdan yaxshi olib qoldik. 16-yil shu 50 milliondan oshiqroq pul sarfladik. O'sha yilda o'zida bir 2 yil qalampir ekkanmiz ko'chatdagi. Qalampir sotib o'shani o'zidan pulini chiqarib olganmiz. Qoplagan edi. Qoplagan. 2 yil qalampir ekib Tbilisidan rasvot qoplagan. O'sha 2 yildan keyin bu ham meva kirgan. O'sha 3-yilda meva kirib, shu tonnaga o'tib qolgan, 1 tonna, 1,5 tonna hosil berish boshlagan. Shu eng yaxshi qilgan yili bir 5 tonnadan oshdi-da mevasi. Yana bir savol tug'iladi. Mana o'tgan yilgi hosilingizdan qancha hosil oldingiz? O'tgan yil endi birinchi anaman sovuqdan keyin birinchi hosili bo'ldi, 1 tonna 200 kilo qildi. Summasi qanchaga to'xtadi o'shani masalan qancha? Summasi bir 15 millionga bordi. 15 millionga bordi, juda yaxshi. 15 millionga bordi. Endi hozir savol tug'iladi. Mana siz tengqur ham yoshlarga, mana sizlar tengqurlar mana chetdan ish qidirib ketib qolyapti. Ana shularga bo'lgan maslahatingiz, masalan, yerga bo'lgan muhabbatini qanaqa oshirish kerak ulardi? Endi o'zimiz ham shu ishlasa shu pulni topsa bo'ladi. Endi faqat mehnatda, aka sabr, mehnat qilish kerak, shu mehnat qilish kerak, sabr qilish kerak. Shu o'zimiz shu 10 sotik tomorkamiz bor. Shuning bittasi limonariya, bittasini bodring, pomidor shunaqa ekadigan joy qilganmiz. Bunga ham hozir kirib ko'rsak bo'ladi. Uning rejalari bisyor. Ana shulardan biri kelajakda issiqxonalarni kengaytirish, hosilni ko'paytirish, xalqimizga sidqi dildan xizmat qilish. Shavkatjon Zahriddinov ham ko'p tarmoqli mirishkorlardan o'rik, gilos bog'idan tashqari limonariya issiqxonalarida bodring, pomidor, sarimsoq, piyoz yetishtirib kelmoqda. Bundan tashqari shlakablok, penabloklar ham Shavkatjon Zahriddinov tomonidan xalqimizga yetkazilmoqda. Mahallada yana qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Qo'rg'onchi mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda jami 760 ta oila mavjud bo'lib, mahallamizning asosiy drayveri qishloq xo'jaligi mo'ljallangan qishloq xo'jaligining chorvachilik, bog'dorchilik va dehqonchilik turlari bilan shug'ullanib kelishadi. Bugungi kunda mahallamizdagi mavjud 1060 ta oilaning deyarli barchasi mana shu dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirish bilan, chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Bunda qishloq xo'jaligini rivojlantirish va chorvachilik yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadida 6 ta xo'jalikka mana 25-yil davomida biznesga birinchi qadam yo'lini o'shaki qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha kreditlarimiz hokim yordamchilari tomonidan chiqarib berilyapti va ular bugungi kunda issiqxona va chorvachilik bilan shug'ullanishni boshladi. Va qo'shimcha ravishda yana bitta asalarichilikka mutolaa kredit chiqardik. Ular ham o'zlarining yo'nalishlarini rivojlantirib ketishmoqda. Bu yerdagi maqsadimiz xalqimizdagi dasturxoniga qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan mahsulotlarni to'la-to'kis yetkazib berish.